Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Inshaalloh Makka mukarramaga Saudiyaga kelganingizda bir ma'lumot aytaman hozir. Uni videoni boshlashdan oldin bitta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Makka mukarramaga Saudiyaga kelgan do'stlar pozitsiya qilasizlar. Bu ma'lumot hamma uchun qiziq. Hamma hozir umra ziyoratiga Saudiya sayohat qilganda albatta haram hududida soat minorasida atrofida ibodat qilar, sayohat qilar, ziyorat qilib yuradi. Lekin bir ma'lumot bor, soat minorasiga chiqib ovqatlanasiz, namozxonalarga chiqasiz va mana shu oy tepasida ham namoz o'qisa bo'ladimi degan savol bor ko'pchilikda. Bo'ladi albatta. Mana shu oyni ko'rib tursa, oyda o'zida namoz o'qisangiz bo'ladi, $500 chiqib namoz o'qib tushish. Endi bu pul qayerga ketadi? Bu yerda xo'jayiniga yoki mana shu egasiga tegmaydi. Mana shu haram hududida mana shunday qurilishlar va ehsonlarga ehson qilib tarqatib yuboriladi. Alloh roziligi uchun. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa like bosib, do'stlar pozitsiya qilib qo'yasizlar. Makka mukarramaga Saudiyaga kelgan do'stlarimizga.